Bizi kelgan lokatsiyamiz Yunusobod, Katta Hasanboy deb aytilar ekan. Bu yerda 4 ta uylarimiz qurilgan edi, bittasini sotgan edik. Bunisi ham mana bugun xudo xolis uborkalar bo'ldi, tayyor bo'ldi. Yana ikkitasi hali ichi bitmagan. Bunisini sizlarga to'liq obzorini bitta tushuntirib ko'rsatib beramiz. Ko'chasida katta o'zgartirishlar bo'layotgani uchun ko'chasini ham bitta tushuntirib beraylik. Keling, aka. Qaranglar, bu yerdan hokimiyat tarafidan o'rtalarni zeleniy zonalar qilib, ana bolalar o'ynaydigan joylar qilib, ana marojniy hot-doglar sotadigan butkalar qo'yib, o'rtadagi kanallarni yopib, chiroyli qilib, asfaltlarni yana boshqatdan qilib, ana odamlarni sog'lomlash yo'laklari qilishyapti-yu, yuradigan shunaqa joylar qilib, juda bir daraxtlar ekib, juda bir chiroyli joylar qilishar ekan, xudo xolasa. Bu ko'chamizni betonka yo'ldan Shiribomni o'stidan tushgandan keyin Yunusobodga kirib keturishimizni, uyimizni endi to'liq obzorini bitta ichkaridan sekin tushuntirib beramiz. Keling, aka. Hovlimizga kirib kelishimiz bilan bitta mashina qo'yish uchun joyimiz bor, avtomatik darvoza, odam o'zi kirish uchun bitta kichkina kalitkamiz bor. Mana shunaqa kichkina bo'lsa ham yashil hudud, betdan podvalga tushish, endi asosiy uyga kirish qismimiz. Keling. Uyimizga kirib kelishimiz bilan o'ng tarafdan boshlaydigan bo'lsak, mehmonlar kutib olish uchun mehmonxonamiz, pardalar qilingan, stol-stullar qo'yilgan. Xo'p, bu uyimizni yangi bitgan uyimizni. Odam yashamagan hali, hamma narsa yangi, shunchaki ko'chib kelib yashaydigan holatga keltirib qo'yishgan. Xo'p, mana kirib kelishimiz bilan bitta hol, mягкий zona, televizor bu tarafga kelsa bo'ladi. Podvalga tushish, ikkinchi etajga chiqish, umumiy sanuzel, bu mehmonlar kelganda. Bu tarafimizda kattalar uchun yotoqxonamiz bor, o'zini ichida sanuzeli bilan birga. Bu devorlarimiz ham zakasga yasalgan, tayyor emas, sho'tga o'ziga moslab yasalgan. Orqa hovlimizga xohlasanglar rom eshuv qilib qilingan chiqsanglar ham bo'lardi, shamol aylantirsanglar ham bo'lardi. Endi uni orqa hovliga oshxona tarafdan chiqib ko'rsatib beramiz. Xo'p, mana oshxonamizda ham mebellari qo'yilgan. Endi mana orqa hovlimizni ko'rsatsam, orqa hovlimiz ham juda kattagina qilib qilingan. Letniy oshxonalari ham bemalol orqa hovlida stol-stul qo'yib, yozgi kunida choy ichib o'tirsanglar ham bo'lardi. Endi sizlarga podvalni birinchi tushib ko'rsata qolamiz, keyin ikkinchi etaj, keyin terrasani ko'rsatamiz. Jami etajga hisoblasangiz uyimiz 4 etaj bo'ladi. Podvalga tushib kelishimiz bilan ko'ryapsizlar, mana shunaqa katta podvalimiz bor. Bu tarafimizda bitta xona qilib bo'lib qo'yilgan. Ko'rsating. Bitta o'tda ham xona bor. Orqa hovlidan oynalari ochilgan, havo aylanadi, shamol aylanadi, yorug'lik tushadi. Bu tarafimizda uyimizdan tegi polni podval bo'ldi. Shunda tashqaridan tushish eshigimiz. Yana bu tarafda yana bitta qismimiz bordi. Bu ham o'zini romi bor. Xohlasanglar bo'lib olaman desanglar, havo aylanadi, yorug'lik tushadi. Bu kotelniy xonani ham juda katta qilib qilingan. Bemalol bu taraflariga shkaf yasab, narsalar saqlab qo'ysanglar bo'lardi. Qishga, yozga qilib bankalar, xohlasanglar bu xolodniy xona qilib qoldirilgan. Endi ikkinchi etajga chiqamiz. Qani ketdik. Ikkinchi etajga chiqib kelishimiz bilan o'ng qo'ldan boshlaymiz. Bitta mehmonxona, kichikroq bo'lsa ham mehmonlar kutib olish uchun zinadan chiqqanda sirazi o'ngda. Xo'p, keyingi xonamiz yana o'ng tarafda bo'ladi. Bu kattalar uchun yotoqxona, pardalari, devorlari, hamma narsasi qilingan. Buni mana o'zini ichida ko'rsating, sanuzeli bor. Eshigi buni bu tarafda bo'lgani uchun sanuzel bunga ishlaydi. Endi keyingi sanuzelni ko'rsatamiz. Bu vanna qo'yilgan, hamma narsasi qo'yilgan. Chunki mana chap tarafimizda
bolalar uchun xohlasanglar yotoqxona qilamiz-da, shu sanuzelni foydalanishga qilsak bo'ladi bemalol. Yana bitta yotoqxonamiz. Shunda ikkinchi etajda jami 3 ta yotoqxona, shuni ichida bittasida sanuzeli bor. Bitta sanuzelimiz umumiy bo'lyapti. Bitta mehmonxona, 4 ta xona, 2 ta sanuzel bo'ldi. Endi terrasaga chiqamiz. Mana terrasamizga chiqdik. Bittimda o'tiradigan qism, bu tarafda ham qism bo'ladi shunda. Bu yerda suv, kanalizatsiya tashab ketilgan, xohlasanglar mo'yka qilsanglar bo'laveradi. Endi ovqat pishirishga sharoit qilmasanglar ham idish-tovoq yuvish uchun, shu yerda choy ichib o'tirish uchun bemalol sharoit qilsanglar bo'ladi. Ko'ryapsizlar, to'g'rimizda uyimizda yo'q. Hol, videoni boshida aytib o'tganimizdek pastda yashil hudud, shunaqa ko'ngilochar joylar bo'lgani uchun bitta ko'rsating. Zo'r effekt bo'ladi. Terrasadan tomosha qilib, birovning uyini tomosha qilib o'tirilmaydi. Ko'chani mazza qilib tomosha qilib o'tirsa bo'ladi. Uyimizni narxiga keladigan bo'lsak, sizlar ko'rgan 1.8 sutuli, to'liq podval, 6 ta xona, 4 ta sanuzel, 2 ta oshxona, yozgi qishga terrasasi bor. Shu uyimizni narxi to'liq ichidagi hamma narsasi qoladi. 220 ming so'rashadi. Bu start narxi. Yana kelishtirib beradigan joyi bor. Raqam qoldiramiz. Tezda yaqinlarga jo'natamiz. Bu videoyimizni YouTube, Telegram kanalda bo'ladi. Telegram kanaliga ham obuna bo'lib qo'yaveringlar. Shunaqa to'liq obzorlarni ko'rib turasizlar. YouTube kanalimizda bitta bunaqa bosib qo'ysanglar ko'proq tarqalar ekan. Rahmat, sog' bo'lasizlar.